Ko'pchilik bilan kirib qolamiz a. Hop. DTM variantimizni birinchi misol hisoblang. Birinchi savolda bir xillarni asl tashqariga chiqarish. Masalan, mana bu ikkalasida bir xili bor. Mana bu ikkalasida bir xili bor. Mana bu ikkalasida ham bir xili bor. Shularni qavsini tashqariga chiqarib olamiz. Hop, birinchi savolda demak qavsini tashqariga chiqarishimiz kerak. Bir xillarni, ya'ni 27 ni qavsini tashqariga chiqarib olamiz. 27 ni chiqarib olsak ichkarida demak 31 minus 28 bo'ladi. Plus minusdan qavsdan tashqariga 23 ni chiqarib olamiz. Bunda 27 minus 24 qoladi. Plus minusdan qavsdan tashqariga 19 ni qavsdan tashqariga chiqarib olaman. 23 minus 20 qolar ekan. Mana hisoblayman. 27 ko'paytirilgan 27 ko'paytirilgan 3 plus 23 ko'paytirilgan 3 plus 19 ko'paytirilgan 3 qolyapti. Hammasidan qavsdan tashqariga 3 ni chiqarib olamiz. 3 ni chiqarib olsak 27 plus 23 plus 19 tak hisoblab chiqamiz. 3 ko'paytirilgan. Mana bu ikkalasi 50 69 ko'paytiraman. 3 kere 9 27 x yodda 18 207 degan javob chiqadi. Endi ikkinchi savol. Ikkinchi savolda hisoblashga doir misolni berib, a beryapti. Ikkinchi savol. Ushbu ifodani hisoblang. 71 kvadrat minus 23 kvadratini a kvadrat minus b kvadratdan 71 minus 23 71 plus 23 qilib ajratib olaman. Bu yerda 94 ko'paytirilgan 42 bor. Asta. 62 minus 32 ko'paytirilgan 62 plus 32 qilib ajratib olaman. 72 dan 21 da ayirsak 48 bo'ladi. Yo'q. 71 dan 48 bo'lsa, ikkinchisiniki 94. Plus 94 ko'paytirilgan 42. 62 dan 32 ni ayirsak 30. Bo'lsak 92. 94 ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. 48 plus 42 taqsim 30 ko'paytirilgan 92 degan javob chiqishi kerak. Endi 90 30 94 bo'lishi kerak ekan. 94 bilan bu qisqarib ketadi. 48 ga 42 90 90 ni 30 ga bo'lsak 2 degan javob chiqadi. 3 chiqishi kerak. Demak javob C javob. Demak birinchi savol javobi C javob bo'lsa, ikkinchi savol javobi ham C javob bo'ldi. Uchinchi savol. 5 ni 9 darajasi plus natural son uchun quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri? 5 ni 9 darajasi albatta 5 bilan tugaydi. Unga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 1 ni qo'shadigan bo'lsak, qandaydir 0 bilan tugaydigan son bo'lar ekan. Demak bu juft son bo'ladi, lekin tub son bo'la olmaydi, javob chiqib ketadi. Tog' son ham bo'la olmaydi, bu ham chiqib ketadi. C ham chiqib ketsa o'z-o'zidan D javob bo'lyapti. 4-savol. 1440 sonining barcha natural bo'luvchilari yig'indisini toping. 1440 da natural bo'luvchilar yig'indisini topish uchun uni tub ko'paytiruvchilarga ajratish kerak. Ya'ni 1440 bo'lamiz. Demak, bo'lamiz 2 ga. 2 ga bo'lsak 7 720
2'ga bölsek 360, 2'ga bölsek 180, 2'ga bölsek 90. 90'ni 2'ga bölamiz. 45. 45'ni 3'ga bölsek 15. 15'ni 3'ga bölsek 5. 5'ga bölsek 1. 1440 ekan uni ko'rinishi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni 2'ning 5-darajasi ekan. Ko'paytirilgan 3'ning kvadrati, ko'paytirilgan 5. Natural bo'luvchilar yig'indisini so'rayapti. Demak, natural bo'luvchilar yig'indisi 2'ni 5 plus 1 minus 1 taqsim 2 minus 1. 3'ni 2 plus 1 minus 1 taqsim 3 minus 1. Ikkinchisi 5'ni 1 plus 1 minus 1 taqsim 5 minus 1. Tak hisoblab chiqamiz. 2'ning 6-si minus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 3'ni kubi minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 5'ni kvadrati minus 1 taqsim 4. 2'ning 6-si 64, 1 ayirsak 63, 60'ni 1'ga bölsek 63 ko'paytirilgan 3'ni kubi 27, 1 ayirsak 26, 2'ga bölsek 13. 5'ni kvadrati 25, 1 ayirsak 24, 4'ga bölsek 6. Endi hisoblaymiz. Demak, ko'paytirsak 4914 bo'ladi. 4914. Nimaga? Demak, D javob to'g'ri. Demak, 4-misolning javobi D javob chiqar ekan. Xo'p. 5-savol kasr ma'noga ega bo'lmaydigan barcha x'lar yig'indisini toping deyapti. Demak, bunda oldingi misolga o'xshab qaytyapti. Birinchi navbatda kasr ma'noga ega bo'lmasligi kerak ekan. Kasrning birinchi kasrning mahraji mana bu. Ma'noga ega bo'lmasligi uchun bu 0 ga teng bo'lishi kerak. X teng 1 chiqadi. Endi bunga umumiy mahraj beramiz. Ya'ni 7 taqsim x minus 1 plus 2 taqsim x minus 1 bo'ladi. Va x minus 1 ni olib chiqib 7 ga ko'paytirib yuborsak, 7 ko'paytirilgan x minus 1 taqsim x plus 1 va x plus 1 ham ma'noga ega bo'lmasligi uchun bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak. X plus 1 teng 0. Bundan x qiymati minus 1 chiqadi. Mana bu ifoda ikkalasini bir-biriga qo'shib qo'yamiz. Demak, javob 0 degan javob chiqar ekan. Javob. 5-savolning javobi demak javob ekan. 6-savol. Ushbu tenglik qanoatlantirilgan abasalarni toping. Demak, ayniyat ekan. 6-savol tenglik ayniyat bo'lishi kerak ekan. Umumiy mahraj ko'riladi. Demak, umumiy mahraj hammasini ko'paytmas. X ko'paytirilgan x plus 1 ko'paytirilgan x plus 2. Birinchi kasrga x plus 1 bilan x plus 2 ko'riladi. Ikkinchi kasrga x ko'paytirilgan x plus 2. Buni x ko'paytirilgan x plus 1. Qavsni ochib chiqamiz. X kvadrat plus 3x plus 2 minus b ko'paytirilgan x kvadrat plus 2x plus s ko'paytirilgan x kvadrat plus x. 1 taqsim x ko'paytirilgan x plusdan b ko'paytirilgan x plusdan 2. Mahrajlari bir xil bo'ldi, ayniyat bo'ldi. Tashlab suratni ochib chiqamiz. ax kvadrat plus 3ax plus 2 ko'paytirilgan a plus bx kvadrat plus 2bx plus sx kvadrat plus sx teng 1. Mana bularga sherik yo'q o'ng tomonda. Demak, ax kvadrat plus bx plus bx kvadrat plus sx kvadrat 0 ga teng bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, mana ularni chiqarib tashlab yuborsak. A plus b plus s 0 ga teng bo'ladi. Birinchidan. Endi mana bular sx bx lar hammasida sherik yo'q o'ng tomonda. Demak, 3 ko'paytirilgan ax plus 2 ko'paytirilgan bx plus sx ham 0 ga teng bo'ladi. Bunda ham ikkita qavsdan chiqarib olsak, 3 ko'paytirilgan a plus 2 ko'paytirilgan b plus s ham 0 ga teng bo'ladi. Endi ozod son 2a
1 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, 2a teng 1. Bundan a ning qiymati 1 taqsim 2 chiqadi. Bu 0,5 degan. Endi qolganini topamiz. Mana bu ikkalasi bir-biriga teng. Demak, a plus b plus c teng 3 ko'paytirilgan a plus 2 ko'paytirilgan b plus c. Salar chiqarib ketadi. B'larni bir tomonga olib o'tsak, minusdan 2a teng bo'ladi. A ni o'rniga minus 0,5 qo'ysak, b teng minus 1 chiqadi. B ham topildi. Endi birinchi tenglamaga 0,5 qo'yamiz. B ni o'rniga, b ni o'rniga minus 1, c noma'lum. Teng 0 bo'lsa, bundan c ni qiymati 0,5 chiqadi. A teng 0,5, b teng minus 1, c teng 0,5. Demak, javob javob to'g'ri bo'ladi. 6-savolning javobi demak javob chiqdi. 7-savol a kub plus b kubni toping. A bilan b berilgan. Demak, 7-savolda a kub plus b kubni qiymatini topish kerak ekan. Bizda a kub plus b kub nima degan? A kub plus b kub degani ikkita qavsga ajraydi. Birinchi qavsda a plus b ga. Hop, ikkinchi qavs a kvadrat minusdan ab plus b kvadrat. Endi a plus b ga tegmasdan turib, mana bu ikkalasini a plus b ning kvadrati minus 2ab desak, o'rtadagi bilan 3ab bo'lib qoladi. Ana endi tepadagi qiymatlardan a plus b ning qiymatini topamiz. Ya'ni a ga b ni qo'shsak, iltizosli uchlar qisqarib ketib 4 chiqadi. Endi a bilan b ni ko'paytmasining qiymatini topamiz. 2 minus iltizosli 3 ga. Hop, 2 plus iltizosli 3 ni ko'paytirsak, 4 minus 3 chiqib 1 chiqar ekan. O'rniga olib borib qo'yib qo'yamiz. Ya'ni a plus b ning o'rniga 4, a ning o'rniga ham 4 ni qo'yamiz. Kvadrat minus 3 ko'paytirilgan a b ning o'rniga 1 ni qo'yamiz. 4 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati 16. Hop, 3 kara 1 necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Endi hisoblayman. 4 ko'paytirilgan ayirsam 16 dan 3 ayrilsa 13. 13 ni 4 ga ko'paytiramiz. 52 degan javob chiqar ekan. Demak, javob D javob hisoblanadi. 7-misolning javobi D javob. 8-misol ifodani soddalashtiring deyapti. Bunda mana demak 4 ning kubi 4, 2 ning kvadrati bo'lsa, 2 ning kvadratining kubi 2 ning 6-si. Bunisi a ning 6-si, b ning 9-si. Bo'lingan minus 2 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati bilan bir xil. Keyingisi a ning 4-si, b ning 6-darajasi. 2 ning 6-sini 2 ning kvadratiga bo'lsak, 2 ning 4-darajasi qoladi. A ning 6-sini a ning 4-siga bo'lsak, tak, a ning kvadrati qolar ekan. B ning 9-ni b ning 6-siga bo'lsak, b ning kubi. Endi 2 ning 4-si 16, a kvadrat b kub degan javob chiqyapti. B javob hisoblanadi, to'g'ri javob. 9-savol. Ushbu ifodani soddalashtiring. Bu yerda a b 0 dan katta sonlar. A b dan ham katta son. Demak, ifodani soddalashtirishga harakat qilamiz. Birinchi ifodada hech narsa o'zgarmaydi, ya'ni iltizosida a minus b ligicha qoladi. Ikkinchi ifoda iltizosida a plusdan b plus iltizosida a minusdan b bo'ldi. Endi tepadagi a minus b ni iltizosida a minus b ning kvadrati qilib yozib olaman. Taqsim. Mana bu ifodani ikkita qavsga ajratib, iltizosida a minus b ko'paytirilgan iltizosida a plus b qilib yozsak bo'ladi. Uni yonidagi a plus b dan minus chiqarib olsak, a minus b qoladi. Bunga ham bitta ildiz qo'yib, kvadrat yozib olamiz. Hop, bo'lingan ikkinchi ildizda
a kvadrat minusdan b kvadrat taqsim b kvadrat deb yozsak bo'ladi. Tak. Pastdan iltizosida a minus blardan havasdan tashqariga chiqarib tepada bilan qisqartirib yuboramiz. Qisqartirib olgandan keyin bizda qoladi iltizosida a minus b taqsim iltizosida a plus b plus iltizosida a minus b plusdan bizda qolyapti iltizosida a minusdan b bittasi qolyapti. Pastdan iltizosida a minus blar bittasi ketgan. Iltizosida a plus b ayrilgan iltizosida a minus b. Hop, bo'linmani ko'paytmaga aylantiramiz. Demak, bu teskari bo'lib qoladi. Keyingi ildiz b kvadrat taqsim a kvadrat minus b kvadrat. Birinchi ildizga umumiy mahraj. Mahrajdagi ikkalasini ko'paytmasi a minus b a plus b ga tushib qoladi. Birinchisidan a plus b chiqadi, ikkinchisidan a minus b chiqadi. Minus a plus b qolib keldi. Demak, iltizosida a minusdan b ko'paytirilgan, iltizosida a plusdan b ayrilgan, iltizosida a minus b. Hop. Keyin plusdan iltizosida a minusdan b bunga ko'paytiriladi. Iltizosida a plusdan b plus iltizosida a minusdan b. Hop, tepadan b chiqsa, pastdan iltizosida a kvadrat minusdan b kvadrat qolar ekan chiqib. Ha? Endi qavslarni hisoblaymiz. Ya'ni a larni qisqartirib mahrajda b qolsa, birinchisini mahrajda demak b qolyapti. Keyingisini qavsini ochib bunga ko'paytiramiz. Iltizosida a kvadrat minus b kvadrat minus keyingisiga ko'paytiryapmiz. A minus b plus ikkinchi qavsni olib chiqaman. Iltizosida a kvadrat minus b kvadrat keyingisiga ko'paytiraman. Plusdan a minus b ning kvadrati bor, ildiz yuqori ketadi. Demak, b taqsim iltizosida a kvadrat minus b kvadrat degan javob chiqishi kerak ekan. Endi bular qisqarib ketdi. Hop. Qavs tashlab yuborganimda iltizosida a kvadrat minus b kvadratdan o'rtasi plus bo'lsa, iltizosida a kvadrat minus b kvadratdan nechta bo'lyapti? Ular ham qisqarib ketar ekan. 2 ta. 2 iltizosida a kvadrat minus b kvadrat. Uni mahrajida iltizosida a kvadrat minus b kvadrat. Bular ham qisqarib ketsa, demak 2 degan javob chiqadi. Yo'q. Mana 2 b bo'lib qolar ekanda. Pastda ham 2. Demak 1 degan javob chiqar ekan. B javob. 9-misolning javobi demak B javob. 10-savol. Iltizosida x ni x kvadrati deb yozib olsak, demak iltizosida x minus 5 iltizosida x plus 5. Mahrajini 5 plus iltizosida x ligicha turibdi. Plus mana buni iltizosida 6 ning kvadrati deb yozsak, demak 2 taga ajratadigan. Iltizosida x minus iltizosida 6. Iltizosida x plus iltizosida 6. Yo'q, iltizosida x emas. X o'zi bo'lishi kerak. X minus iltizosida 6. X plus iltizosida 6. Asli iltizosida 6 minus x bor ekan. Ya'ni mablag' qisqartirib yuboramiz. Iltizosida x minus 5. Ularni o'rnini almashtirib qisqartirsak, oldiga minus chiqib, x plus iltizosida 6. Qavslar tashlab olaman. Iltizosida x minus 5 minus x minus iltizosida 6. Tak, x ni o'rniga iltizosida 6 ni qo'ysam, iltizosida 6 minus 5 minus 6 minus iltizosida 6. Iltizosida 6lar qisqarib ketib, minus 11 degan javob chiqadi. A javob.
11-savol. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping. Berilgan funksiya logaritmik funksiya. Logaritmik funksiyani argument, ya'ni kallasi 0 dan katta bo'lishi kerak. Bundan x kichik 4 degan javob chiqar ekan. Ya'ni minus cheksizlikdan 4 gacha. Demak, S javob. Endigi savolimiz funksiyani aniqlanish sohasini toping. S javob to'g'ri. Har bittasidan alohida ildiz uchun 0 dan katta yoki teng qilib olishimiz kerak ekan. 12-savol javobi demak S javob bo'ldi. 13-savol. Shu kvadrat funksiyani y teng 2 chiziqqa nisbatan simmetrik funksiyasini toping. Ushbu kvadrat funksiyani demak yangi funksiyani topish uchun 2 ni 2 ga ko'paytirib, shu funksiyani ayirish kerak. Eski funksiyani x kvadrat minus 2x minus plus 2 ni hisoblab qo'ysak bo'ldi. 4 minus x kvadrat plus 2x minus 2. Bundan y teng 4 minus x ning kvadrati minus 2x plus 2 va minus x kvadrat minus 2x plus 6. Yo'q, mana bu plus ekan, demak mana bu yerda minus bo'ladi. Biz xato ketibmiz. Minus 2 bo'ladi. Bundan plus 2 chiqadi. Ya'ni x kvadrat yana xato ketibdi. Demak, bu minus bo'lsa, plus bo'lib qoladi. Plus bo'lib qoladi. To'g'ri javob S javob. Demak, 13-misolning javobi S javob bo'ldi.